Assalomu alaykum hammaga. Navbatdagi qo'y tarozimizni Namangan shahariga olib keldik. Mana qo'ylarimiz. Bu akamizga tarozini 3 yildan o'tgan edi, tarozi olishgan edi. Zapchastlarga ozgina ziyon yetib qolgan ekan. Yo'lida qilib zapchastlarni almashtirib yana olib keldik. Aka, bu tarozi ko'ngildagidek bo'ptimi? Xudo xolasa tarozi ko'ngildagidek bo'pti. O'zimiz ayrim sabablarga ko'ra beparvo bo'libmiz. Lekin xudo xolasa ko'ngildagidek qilib chiroyli qilishdi. 3 yildan biroz shular bilan ishlarimiz Allohga shukr yaxshi. Bu adashmasam 7-tarozimiz mana shu. 7-si. Asosiy klientlarimizdan biri bular. Kimgadir shunaqa qo'y tarozilar, mol tarozilar kerak bo'lsa aloqaga chiqishlari mumkin. Bizni manzil Namangan viloyati Pop tumani. Hammamizga shunaqa qo'chqorlar boqishlik nasib qilsin. E'tiborlaringiz uchun hammaga rahmat.